Mashallah hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga mini raspakovka. 200 ming so'mga uzun marketdan bolamga nimalar oldim? Birinchisi bu игрушка специальная коляска uchun. Chetlarida ilgichlari bor. Buni otib sindira olmaydi. Keyingisi trubuchkali butilka. Qanaqa tiqishi hali bilmayman. Nimaga trubuchkali desanglar, kash ichishga qulay, tortib bemalol ichsa bo'ladi. Shuning uchun buni xarid qildim. Keyingisi bo'lsa albatta nasochki, chunki oyog'i katta bo'lyapti. Hamma narsalar sig'may qolyapti. Keyingisi bo'lsa kauchukdan qilingan soska. Bittasini o'sha o'g'lim so'rayapti. Agar kimning farzandi yarimtalik soska so'rmaygan bo'lsa, albatta kauchukli soska olib beraylik. Kauchukdan qilingan soskali yarimtalik soskaga o'xshab bolani og'ziga moslashib oladi. Hech qanaqa tilini kech chiqartirmaydi yoki bo'lmasa tishini qiyshiq chiqartirib qo'ymaydi. Prikorum uchun nabor idish. Suyunar tarelkasi, qanaqadir mevalarni har xil qilib to'g'rab bersanglar bo'ladi. Purela solish uchun idishchasi, qoshig'i virkasi, suv ichish uchun idishcha. Shu bilan mening mini raspakovkam tugadi. Nima deb o'ylaysizlar? 200 ming so'm shuncha narsaga arziydimi? Agar meni endi ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Zikretdagi hayotimizdan birgalikda o'tkazamiz.